Savol nima uchun yosh oilalar orasida ajrimlar ko'payib ketyapti oxirgi paytlar? Ikkita oila rosa harakat qiladi, lekin bir yilga qolmasdan ajrashib ketyapti. Nima sabablari buni? Sababi ko'p, lekin bittasini aytmoqchiman, hayolim kelgani. Ijtimoiy tarmoqlardagi dabdabali hayotni reklama qilinish. Instagram. Yani turli xil juftliklarni chet el yurishib, o'zlarini ko'z qilishib, eng qimmat joylarda bir dahshatli tadbirlar uyushtirib, o'zini juda baxtli qilib ko'rsatishlar. Hammasi kontent uchun qilinadigan narsalar-ku bular. Psixologlar luxury jurnallar, ya'ni dabdaba jurnallarni o'qimaslik yoki shunaqa sahifalar davomiy ravishda ko'rmaslik tavsiya qilishadi. Nimaga? Bularni ko'rishlik insonda depressiyaga olib keladi. O'zingiz hozirgi holatingiz bilan uni eng pik holatini taqqoslab boshlaysiz. Masalan, bir milliarder 200 million dollarlik yaxtasida butun oilasiga ziyofat qilib berdi Dubayda. Shuncha pul sarfladi degan. Ya'ni uni ko'rasiz, o'zingizni hozirgi holatingizni taqqoslaysiz, insonda o'ziga nisbatan ishonch tushib ketadi. Depressiya boshlanadi va taqqoslash boshlanadi. Alloh taolo bergan ne'matlarga noshukrlik boshlanadi. Va hozir yaxshi qilib turgan harakati ham to'xtab qoladi. Siz qayerdan bilasiz, u odam siz yoshingizda hech narsaga erishmagandir. Sizni hayotingiz oldindagi hali uni yoshida ehtimol undan ham o'tib ketarsiz. Alloh taolo bergan taqsimotga rozi bo'lishni o'zi baxt hisoblanadi. Tushunasizmi? Ya'ni juda ko'p o'zini ko'z qilgan juftliklar o'zi hayotdan o'ziga yoki oldiga yaqindan tanib borsangiz, ular ko'rsatilganichalik baxtli emas. Ko'p ayollar har xil qilayotganini eshitib qolamiz yaqinlarimizdan. Ya'ni menga kam e'tibor beryapsiz. Ya'ni Instagramda reelslar tomosha qilib olib, romantika o'zi asli bunaqa bo'lar ekan deb chet el olib yurmaysiz meni ham, menga hammani oldida gul sovg'a qiling, hammani oldida qo'limni o'pib tiz cho'king, bir narsa degan narsa. Erkak kishi bunga yarashmaydigan qiliqlar taklif qiladi va mana shu narsani romantika deb o'ylaydi. U o'zini asli bir haqiqiy suyanchig'i bo'lgan insonni oddiy bir lattaga aylantirib qo'yishni xohlaydi. Ongsiz ravishda xohlaydi ayollar. Tushunasizmi? Ya'ni e'tiborni shu tariqa jalb qilmoqchi bo'ladi. O'zi haqiqiy romantika nima o'zi? Juftliklar bor, birlashish uchun kurashishadi. Juftliklar bor, kurash uchun birlashadi. Salohiddin Ayyubiy Hazratning ota-onasini bir-birini topishligi voqeasi bor. Ya'ni dadasiga aytishadiki, falon qizni nima uchun rad qilding? Juda ham bir oqila, taqvoli qiz edi-ku, ilmlik deganda aytadiki, u qiz aytganingizda taqvolik oqila ekan, lekin himmati past ekan. Men bir shunday qizga uylanish xohlaymanki, u menga bir farzand tug'ib bersa, biz uni sher qilib tarbiyalasak va u katta bo'lib Quddusni egallasa deydi. Keyin unaqa qizni qayerdan topasan? Oradan vaqtlar o'tadi va bir shaharga bir ulug' shayxni ziyoratiga borib qolganda nogahon bir suhbatni eshitib qoladi. Ya'ni to'siq bu yoqda bir qiz turibdiki, shayx so'raydi, "Men falon shogirdimni nimaga rad qilding? Juda ham ilmli, taqvoli yigit edi" desa, u yigitning himmati past ekan. Men shunday bir insonga eran deb o'zini nafsini yenggan, aniq hayotda bir maqsadi bor insonlar aytadi, eranlar deb. Haqiqiy inson shunaqa bo'ladi. Bir shunday insonga tegishni xohlaymanki, undan bir farzand ko'rsam, uni bir sher qilib tarbiya qilsak va u katta bo'lib Quddus egallasa. Bu xuddi tillatanga topgandek xursand bo'lib ketadi. Darrov keyin shayxning oldiga kelib, nikohiga olishlikni izhor qiladi, sovchi qo'yishadi, to'y bo'ladi va bular keyinchalik farzand ko'rishadi. Farzandini ismini Salohiddin qo'yishadi. Salohiddin katta bo'lib, yosh bolacha ko'chada o'ynab yurgan payt dadasi ishdan qaytib kelayotganda shomga yaqin qaraydiki, bolasi ko'chada o'ynab yuribdi. Shundoq ushlab yoqasidan ko'tarib, "Ey Salohiddin, biz seni onang bilan ko'chada bolalar bilan o'ynab yurishing uchun tug'ib katta qilmayapmiz. Sen buyuk ishlarni qilishing kerak" deb otvoradi. Otvoradi. Bu shundoq yiqilib tushadi-da, ustlarini qoqayotganda og'ridimi deydi. Ya'ni tushgandagi zarbdan og'riq bo'ladi. Ha, unda nimaga yig'lamading? Aytadiki, buyuk ishlarni qiladigan inson yig'lamaydi deydi. Tushunasizmi? Himmati buyuk odamlardan buyuk insonlar tug'iladi. Salohiddin Ayyubiy insoniyat tarixida juda katta ishlar qilgan odamlardan biri. Himmati bor, himmati zo'r odamlardan himmati zo'rlar tug'iladi. Alloh taolo shunaqa himmati baland, insoniyat taqdirini yaxshi tomonga o'zgartira oladigan
biz O'zbekistonimizni, bayrog'imizni yana baland ko'tara oladigan, ilmda, iqtisodiy jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham har taraflama bizni yurtimizni rivojlantiradigan buyuk buyuk zotlarni, allomalarni tug'adigan qizu o'g'illarni, ya'ni kelin kuyovlarni ko'paytirsin yurtimizda. Va ijtimoiy tarmoqda kuni bilan Instagramda turli xil dabdabali hayotni tomosha qiladiganlarga alohida aytadigan gapim, avvalo o'zimga va boshqalarga tavsiya qilamanki, inson boshqa birovni ayoliga yoki boshqa birovni eriga ko'p nazar tashlashi bilan o'zini turmush o'rtog'i uni hayotida jozibasini yo'qotib boshlaydi. Turli xil nizolar, turli xil oilaviy janjallarning asosiy sababi erini yo xotinini kimlar bilandir taqqoslashdan boshlanadi. Shuning uchun birovni tom orqasiga ko'z olaytirmasdan Alloh sizga bergan taqsimotdan rozi bo'ling va birlashish emas, asosiy maqsad kurashish bo'lsin. Qo'lni qo'lga mahkam berib, eng go'zal maskanlar uchun, eng go'zal maqsadlar uchun intilishni hammaga tavsiya qilib qolamiz. Rahmat. Savol bitirayotgan talabalar o'zining salohiyatini to'g'ri baholay olmay, to'g'ri kelgan ish qilib ketishi. Muhimi pul topsam bo'ldi deb turib, ammo o'zi orzu qilmagan sohada ishlayotgan. To'g'ri tushundimmi? Avvalo ular tushunish kerak va lekin bir narsa hech qachon esdan chiqarmas kerak. Qarang. Hech kimingiz yo'q, ko'chada olib ketdingiz, uyingiz ham yo'q. Xullas kalom, bo'lmishsiz. Rejangiz qanaqa bo'ladi? Eng birinchisi. Yaqin 4 soatga reja qilasiz. Ya'ni tezroq men qorin to'yg'izishim kerak. Undan keyingi rejangiz nima bo'ladi? Qorin to'g'ragandan keyin. Bugun qayerda tunab qolaman? Tushunyapsizmi? Ya'ni ovqat, undan keyin xavfsizlik, ya'ni uxlash bo'ladigan bo'lsa, u narsa qondirilgandan keyin u ehtiyoj. Mahsulot gapirgandik-ku. Keyingi reja sal uzoqroq muddatga bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni u talabada ayb ko'rmang, u ham ehtiyojdan kelib chiqayotgandir. Hozir ayni shu pul topishga majburdir, lekin muammo masala ayni shu ishda umrbod qolib ketishi. Masalan, bir afsant qilib turgan bola yo bo'lmasa taksichilik qilib turgan bola umrining oxirigacha shu yo'lda ketishi, uzoq muddat shunday qilib ketishi. O'zini orzu qilgan, yaxshi ko'rgan sohasiga qaytmasdan. Ya'ni siz kundalik ehtiyojingizga yetadigan pulni topar ekansiz bir ishdan. Albatta o'zingiz orzungizdagi ishni sekin astalik bilan fundamentni qurib borishingiz kerak. Bunga 1 soatdan vaqt sarflaysiz, 2 soatdan, 3 soatdan bilmadim. Hayotda 3 xil rejalashtirish bo'ladi. Birinchisi operatsion rejalashtirish, taktik rejalashtirish va strategik rejalashtirish. Strategik rejalashtirish butun boshli umringiz oxirigacha siz nima ishlar qilmoqchisiz, qaysi sohada ketmoqchisiz, insoniyatga qaysi frontdan turib yordam bermoqchisiz. Taktik rejalashtirish bu taxminan yil oxirigacha nima ish qilmoqchisiz, yaqin shu yil va keyingi yillarda nima ishlarni amalga oshirmoqchisiz. Operatsion rejalashtirish bugun nima qilasiz, ertaga nima qilasiz, yaqin bir haftada nima ishlar qilasiz. Mana shu masalalarda bizning ehtiyojimiz operatsion, ya'ni 1 kunlik, 2 kunlik ehtiyojimizdan kelib chiqib strategik qarorlar qabul qilib olishimizda asosiy muammo. Tushunyapsizmi? Butun boshli hayotiga bo'ldi inshaalloh mana shu taksichilikni mahkam ushlasam yoki ofisantlikni mahkam ushlasam umrim oxirigacha. O'zi hech kim ham unda umri oxirigacha qolmaydi-yu, lekin inson shuncha yil nimaga o'qiding? Ota-onaning orzusi nima edi o'zi? Inson ikkita yo'l tanlaydi, yo yaxshi ko'rgan ishini qiladi, yo qilayotgan ishni yaxshi ko'rishga majbur bo'ladi. Ko'nikib qolishi eng katta muammo. U hozir bir mehnat qilib, mehnat qorasi bo'lmaydi. Pul topsin mayli, o'zi oyoqqa tursin, sekinasa, lekin u topgan pul faqat yeb ichishga, ziyofatga yoki kayf safoga sarflab yuboradigan bo'lsa va orttirilgan puli bo'lmasa, zaxirasi bo'lmasa-ki, fundamentini qurish uchun, keyingi hayotini yanada yaxshiroq qilish uchun. Bu haqiqiy fojia. O'shaning uchun ayb uni hozirgi holatda emas, ayb buni kelajagini mustahkam qurish uchun hozirdan harakat qilmayotganda. Hamma ham men o'ylayman bir kunda harakat qilsa 3 soat bo'sh vaqt topa oladi. Ya'ni shu 3 soatni biror bir sohaga muntazam ravishda sarflab tursa 1 yilda yoki 2 yildadir yoki 3 yildadir inshaalloh yaxshi mutaxassis bo'lib yetishsa bo'ladi deb o'ylayman. Shu. Telefon o'yinlari va qimorga mukkasidan ketganlarga bag'ishlanadi hozirgi gapim. Andijon filialimizda bir ajoyib voqea bo'lgandi. 13 yashar bola telefonga bir o'yinga mukkasidan ketgan. Ertaga kech shuni o'ynaydi. Va ustoz so'rabdi, nimaga shu o'yinda o'ynaysan? Aytadiki, men shu o'yinda o'ynasam mazza qilaman. Ajoyib.
shirinlik yesang ham maza qilasan, olma yesang ham. Unda yig'gan pullaringni olib kelgin, ertaga bir joyga borib maza qilib kelamiz. Ya'ni bizning Yuksalish idora akademiyamizda o'qiydigan bolalar, maktablarimizda ham har birining uyida ehson qutisi bor. Har kuni o'zini esdalik uchun, bir xayr uchun ehson qilib qo'yadi. 1000 so'mdir, 2000 so'mdir. Uni bir oyda bir ochishib, guruhda pulini yig'ib, bozorlik qilishadi-da, qiynalgan oilalarga ehson qilib kelishadi. Bular pul yig'ishgan, yaxshi bozorlik qilishgan, juda ham bir muhtoj oilani ko'rishga borishgan. Bu yerdagi sharoit, endi qish payti bo'lgan, bu yerdagi zax, uyda isitolmay turgani yoki bir hatto bir yaxshiroq, yangiroq ko'rpacha ham sololmaganini ko'rgan bola yig'lab qaytib kelibdi. Ustozga aytgan gapi meni juda qattiq o'ylantirib qo'ydi. 13 yashar bola. Ustoz, men bugun his qilgan maza butun umrim davomida his qilgan mazalarim qo'shsa ham tarozida bosib ketadi. Va men buni davomiy ravishda his qilib turmoqchiman. Ustoz, siz guvoh bo'ling, bugundan boshlab men shu oilani otaligimga oldim. Har oy bozorlik qilib, topgan pulimni chiroyli qilib berib, nafaqasini yetkazib turaman deb aytibdi. Juda bir o'ylanib qoldim. Sen 13 yoshligingda nimalar xayolingda edi? 13 yoshar bolalarni ko'rsak, hali o'zini eplay olmayapti, lekin bu yigitchaki bir oilani qaramog'iga olmoqchi. Himmatni qarang. Himmat yosh tanlamaydi ekanda. O'sha gap bor, 13 desak bo'ladigan bola 13 da bosh bo'ladi, bo'lmaydigan bola 30 da ham yosh bo'ladi. Ko'pchilik yoshga taqaydi, yo'q. Katta bo'lib, hali ham ota-onasiga yuk bo'lib turgan, hali ham birovning qo'liga qarab boqimanda bo'lib turganlar bor. Biz hech bo'lmasa maktabni bitirgunigacha bolalarni bir hunar egasi qilib, faqat pul dardida emas. Inson hayotda har qanaqa vaziyat bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni oyoqqa turib keta oladigan, moliyaviy bir erkinroq, ham ilmga haris bo'lgan yoshlarni tarbiya qilsak ham maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Bugun yana bir og'riqli savolga javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Cambridge o'quv markazida uchrashuvda edik 2 yillar oldin. Bir yigit savol berdi. Ustoz, do'stim Najot ta'limda o'qiydi, juda yaxshi o'qiyapti, Xudoga shukr, va hali o'qishi bitmagan, lekin singlisini turmushga beradigan bo'lib qoldi va Rossiyaga ketmoqchi, to'y xarajati uchun. Men unga ketmagin, shu yerda qolib o'qigin desam, yo'q, oldida xarajat turibdiki, barib ketish harakatda. Shunday bir salohiyatli bola, qolishga hech ko'ndira olmayapman, u tushunmayapti dedi-da. Shunga nima desam u qoladi, nima desam u shu yerda qoladi va ketmaydi. Keyin men aytdimki, bu juda og'riqli savol, sababi tana boshqa dard bilmas degan gap borda. Siz ya'ni uni holatiga, u o'zi yaxshi tushunib turibdi vaziyatni, lekin uni holatiga tushsangiz, ro'zg'or ehtimol sizni bo'yningizga tushgan paytda ko'zingizga hatto o'qish ham ko'rmay qolishi mumkin. Asosiy birinchi masala pul topish bo'lish ehtimoli ham bor. Bu vaziyatdan kelib chiqib hozir javob berishga harakat qilyapman. Masalan, men dabdabali to'y qilish va hokazo degan narsalarga men ham qarshiman. Masala nimada? Masala savol nimaga ba'zi bir yoshlarga yoki chekka qishloqdadir, shahardadir farqi yo'q. Yaxshi salohiyatli bolalarimizga o'qish kerak va o'qigan desak, u gap ta'sir qilmaydi yoki biror bir ro'zg'or yoki kasb yoki bir pul topish harakatida bo'ladi. Buni o'z sababi nimada, yechimi nimada? Shu haqida gaplashamiz. O'tgan asrda bir psixolog o'tgan, Abraham Maslow degan. Ko'pchilik ayni oliy o'quv yurtida o'qiganlar yaxshi taniydi. Maslow piramidasi deb. Ya'ni u inson ko'pchilik odamlarni kuzatib, insonni ehtiyojlar iyerarxiyasini tuzgan, ketma-ketligini. Ya'ni inson o'zi nimani xohlaydi? Nimaga qarab qaror qabul qiladi? Shunda inson eng avval ehtiyoj his qiladigan narsasi birinchi fiziologik ehtiyojlar. Bu nafas olishi, bu sog'ligi, yashash uchun eng birlamchi kerak bo'ladigan ehtiyojlarki, agar u narsada muammo bo'ladigan bo'lsa, boshqa narsa ko'zga ko'rinmaydi. Masalan, sog'ligida juda katta muammosi bor odamga kelib turib boyagi yuqorida aytgan o'qish bo'lsin, ehtimol bir qadriyat haqida yoki ma'naviyat haqida ma'ruza o'qisangiz yoqmaydi. Qorni och odamga yoqmaydi yoki shunaqa muammolar bor bo'lib turgan
sog'ligida, boshqasida u odam qabul ham qilmaydi, chunki asosiy fikrini, diqqatini asosiy qismi bu narsaga qaratilgan bo'ladi. Endi bu eng birinchi pog'ona. 5 ta pog'onasi sanab o'tadi. Birinchi pog'onada fiziologik ehtiyojlar hammasi qondirilgandan keyin ikkinchi pog'onaga o'tadi. Ya'ni insondan xavfsizlik uchun ehtiyoj tug'iladi. Ya'ni uy-joy, kiyim-kechak, biror joyda ishlash yoki ijtimoiy himoya deymiz. O'shanga nisbatan ehtiyoji bo'ladi, toki u narsa to'liq qondirilmay, bu masalalar hal qilmasdan keyingi pog'onaga o'ta olmaydi odam. Masalan, ko'pincha e'tibor qilamiz, sinfdoshlar bitirgandan keyin vaqtinchalik o'rtada ko'rishda, yig'ilishda muammo bo'ladi. Ya'ni oqibat 99 degan gruppalar ochib olishadi yoki sinfdoshlar yig'ilmayotgani haqida ko'p ajoyib bir sarkazmga oid videolar tashlashib bir-biriga hazil qilishadi, lekin ular xohlasa ham yig'ila olmaydi. Nimaga? Sababi endi yangitdan oyoqqa turib, oila qurib, jamiyatda o'zini bir o'rnini shakllantirayotgan holat bo'ladi. Ya'ni hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib turadi. Men o'ylardim-da rosti, shunaqa oqibatsiz bo'lib ketamizmi deb. Ya'ni bizdan avvalgilar oqibatli edi, bizdan keyingilar nima bo'lar ekan deb o'ylanib qolar odam. Yo'q, bu o'zi tabiatan bor narsaki. Yoshligingizni eslang, dadangiz jo'ralar bilan ko'p yig'ilib turgan. Keldi ko'p bo'ladi. O'zi shunaqa faza bo'lar ekanda. Vaqtida uy-joy, ish, hamma narsani bir yo'lga qo'yib olgandan keyin inson bu masala hal qilib olgandan keyin keyingi etap borda, 3-etap ijtimoiy munosabatlar. Unga o'tadi va rosa bir avjiga chiqadi. Keyin undan keyin farzandlari katta bo'lib, yana kontraktga o'qishga kirib turib, o'qishida turmushga berishlari bo'lsin. O'shanga yana bitta kirib ketadi, yana o'rtada vaqtinchalik bir 5-10 yillik yana uzilish bo'ladi. Ya'niki shuni tushunib qoldimki, ehtimol bu noto'g'ri qarashlar, ehtimol to'g'ridir. Izohda fikrlaringizni bildirsak, xursand bo'lamizki, bolalar ham kelib fikrini aytsa, tabiiy qabul qilish kerak ekan. Inson haqiqatda mana masalalarni yopmasdan turib, uy-joy qilmasdan, bir yaxshi ishga joylashmasdan yoki ro'zg'ori bo'lsin, turmushi bo'lsin, ularni prioritetga qo'ymasdan hali lekin qilib u yoqda, hali bu yoqda o'tirish, yig'in yura olmaydi ekan. Agar kimni ko'rsangiz, shunaqa faqat shu yurishdan bosh chiqmaydigan odamni ko'rsangiz, bilingki, yo uni hamma narsasi joyida, yo ahmoq odam bo'ladi. Chunki asosiy masalasi qolib turib, boshqa umri ko'chada o'tib ketayotgan odam sayoq odam bo'ladi yoki haqiqatda ota-onasi hisobiga yoki ertaroq o'zi jamiyatda oyoqqa turgani hisobiga hamma narsasini karyerasi qilib olgan bo'ladi. Endi ikkinchi boshda fiziologik dedik, endi xavfsizlik dedik, endi uchinchisi ijtimoiy munosabatlarga kirishlik. Ya'ni bordi keldi, sinfdoshlar, qarindoshlarni bordi keldisi bilan, ya'ni qarang, mana. Demak, o'sha fiziologik xavfsizlikka oid, uy-joy bo'lsin, karyerasi bo'lsin, oilasini ta'minotiga oid hamma masalalar hal qilib bo'lgandan keyin endi bu odamni sekin asta qavmi qarindosh, sinfdoshlar bo'lsin, kollektiv bo'lsin, boshqa narsalarga bemalol ajratadigan vaqti, puli va energiyasi bo'ladi. Odam odatda mehr bo'lsin, boshqa bo'lsin, 3 ta holatda beradi. Ya'ni vaqti bilan, e'tibor, diqqati bilan, puli bilan yoki quvvati bilan, ilmi, boshqasi bilan, o'zidagi bor qobiliyati bilan boshqalarga yordam berish, mana shu 3 ta narsa bilan odatda bo'ladi. Va masalaki kimdir o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan bo'lsa, uni oqibatsizga chiqarmasdan bir xabar olib qo'yish kerak. Ehtimol bir dardi bordir, kasali bordir, boshiga tashvish tushib qolgandirki, o'zi bilan o'zi. Hazrat Ali radhiyallohu anhuni uylariga bir qo'shnilari chiqib qarz so'raydilar. Qarzni darrov olib chiqib beradi-da, qaytib kelib qattiq yig'lagan ekanlar. Shuni Fatima onamiz so'raydilarki, nimaga yig'layapsiz? Ya'ni qo'shnichilik haqqini chiroyli ado qildingiz degan mazmunda. Yani qarz so'radi, berdilar. Deganda aytgan ekanlarki, agar men qo'shnichilik haqqini chiroyli ado qilganimda, u qarz so'rashgacha vaziyat kelmasligi kerak edi. Ya'ni o'zim boxabar bo'lib turishim kerak ediki, qarz so'rash haqiqatda ming istihola bilan so'raydi odam. Qancha o'zi bilan kurashib, suhbatlashib so'rasammi, so'ramasam. Vaziyat shungacha yetib kelibdiki, demak biz undan bexabar qolibmiz degan mazmunda. Ya'ni do'stlaringiz bo'lsa shunaqa, o'zi bilan o'zi bo'lib hech qo'shilmay turgan, uni darrov oqibatsizga chiqarmasdan siz do'st bo'lingki, aynan Xudo sizni bekorga do'st qilmagandir. O'sha Kembridjda o'sha yigitga men shu gapni aytgandim. Ya'ni u bolani hozir Rossiyadan olib qola olmaysiz, sababi siz tana boshqa dard bilmas, uni holatda emasmiz. Uni holatda ham shunaqa qilgan bo'larsiz.
sizni vaziyatingiz bekorga bitta zamonda va xudo sizni do'st qilib qo'ymadiki. Niyat qiling, yilni oxirigacha shu bola Rossiyada qancha pul topar? Ana boring 1000 topsin, 500 xarajat hujjati ketsin, 500 ming jo'natsin. O'sha bu yerda ijarasiz, hujjati va hokazosiz sof 500-600 ming dollargacha oylik bera oladigan bir ishni yo'lga qo'yish sizni chekingizga tushgan narsa o'zi aslida deb tushuntirgan bo'ldim. Ya'ni biz atrofimizdagilarga mas'ulmiz. Ya'ni har doim ehtimol bizdadir buni yechimi deb qarashimiz kerak ekanda, ularni ayblashdan avval. Ijtimoiy munosabatlarga bo'ladigan ehtiyojlar qondirilgach, ya'ni hamma tarafi joy-joyida bo'lgandan keyin 4-bosqichda aytadi Abraham Maslow, va bu ba'zi bir mentalitet, qadriyatlarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, bizda o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydigan joylari ham bor. Ya'ni ijtimoiy tan olinishni xohlab qoladi odam. Odamlar uni hurmat qilishini yo shuhrat qozonishni xohlab qoladi. Biror bir ijtimoiy qiymat yaratish yoki o'shan bilan ozgina g'urur hissini tuyishni xohlab qoladi deng. Va hozirgi zamonda yosh avlod, biz tengidir, bizdan kichkina, bizdan kattalar o'rtasida bo'layotgan ba'zi bir sizni ko'zingizga erish bo'lib tuyuladigan masalalar ham shu bilan bog'liq. Ya'ni hayotda hech qanaqa bir ijtimoiy qiymat yaratmagan, o'rni yo'q. Na bilimda, na bir boshqa hunarda, na bir mutaxassislikda biror bir narsani qoyilab qo'ymagan bola yoki qiz odamlarni e'tiboriga tushish uchun, ya'ni e'tiborsizlik sindromi deymizda, e'tiboriga tushish uchun turli xil qiliqlar o'ylab topadi. Tushunyapsizmi? Har xil qiz bola sifat o'g'il bolalar chiqib, mana videolar qilib qo'yishlari, o'g'il bola sifat qizlar chiqishi yoki ochiq sochiqligi bilandir odamlarning e'tiborini jalb qilmoqchi bo'ladi. Tushunyapsizmi? Turli xil qiliqlar qilib, haligi hasharotlarni yeydiganmi yoki so'kinib gapiradigan yoki biror bir betayinligi bilan faxrlanadigan darajada chiqadiki, yoki sharmandalik faxr deb chiqadiganlar bor deng. Tushunyapsizmi? Bularni chiqishiga asosiy sababki, mana bu 3 ta narsa 3 ta bosqichda bir amallab ehtiyoji qondirilgan, otasi orqali, boshqasi orqali, lekin o'zi erishmagani uchun, fundament yo'qligi uchun endi 4-bosqichda odamlar uni tan olishini eng arzon yo'llarini hisoblaydi. Otasini puliga ehtimol eng dang'illama mashinalarni minib, bosib haydab yurib, o'zicha status olmoqchi bo'ladi. Eng qimmat telefonlar, eng qimmat restoranlarda yoki dunyoning qaysidir bir joylariga borib, haligi istoriyalar qo'yib, videolar olib turib, maqtanmoqchi va boshqalarga o'zligini tan oldirmoqchi bo'ladi. Juda ham arzon PR va rahmingiz keladi unaqa odamlarga. Ya'ni jamiyatga o'zi qaysi tomondan foyda tegyapti deb savol berilsa, konkret javob yo'q. O'shaning uchun fundament haqida ko'proq o'ylash kerak. Bu inshaalloh 4-bosqich bizda o'zbekchilikka uncha to'g'ri kelmaydi. Ya'ni odam biror qilayotgan amali, ishi yoki yo'nalishi, loyihalari yoki kasbini odamlar meni tan olsin, meni zo'r desin deb qilmaydi. Endi bizda endi musulmon bo'lganimiz uchun alhamdulillah ustozlarimiz yoki ota-onamiz kamtarin bo'lgan, boshqalarni o'zingdan baland deb ko'rgan, hamma bug'doy men somon, hamma yaxshi men yomon deb turib o'rgatishgani uchun bu 4-bosqich ba'zi bir endi mutaxassislar ham aytishgan, ya'ni Abraham Maslowning bu iyerarxiyasi, ehtiyojlar iyerarxiyasi hamma davlatlar, hamma xalqlarga ham tushavermaydi. Mana shu bizga tushmaydi o'ylayman. Va 5-bosqich o'zligini namoyon qilish. Ya'ni insonga Alloh taolo turli xil qobiliyatlar beradi, boshqalarga o'xshamagan. Va o'sha qaysi yo'nalishda eng qobiliyatli bo'lsa, o'sha yo'nalishni topib, butun jamiyatga, butun insoniyatga maksimal foyda keltirishi bu eng oliy bosqich bo'lar ekan. Mana shu ehtiyoji tug'iladi unda. Kimdir o'zini sohasida biror bir ijod qiladi, vatanni yoki davlatni shuhratini butun dunyoga dong'i ketadigan haligi ishlar qilib boshlaydi-da, mana shu bosqichda. Bu bosqichga chiqdi degan sekin-asta ma'nolari chiroyli tarzda yopildi degan. Bu ko'pchiligimiz hozir yoshlarda mana shuni talab qilamiz. O'zbekiston bayrog'ini ko'tarmaysanmi, sen bir narsa qilmaysan, bir narsa qilmaysan. Vaholanki uni hali kiyishga kiyim yo'q, qorin to'yib ovqatlanmaydi, uyi yo'q, tushunyapsizmi? Yoki onasi kasal boshqa. Unaqa holatda u bola o'qishni o'ylolmaydi. Unaqa holatda u bola ertalabdan kechgacha ishlab pul topish kerak va bolasi yoki yaqinlariga g'amxo'rlik qilish kerak. Ya'niki hozirgi kunda biz ayni rivojlanishni faqat ta'limga ulashni da'vo qilayotgan bir jamiyat bo'lsak, ta'limni
rivojlantiradigan, unga hissa qo'shadigan, unga dardkash bo'lgan odamlarga ko'proq muhtojmiz. Bu duosi bilan, bu quvvati bilan, bu mansabi bilan, bu ehtimol ehsoni bilandir. Shuning uchun ustozlarimiz aytishdiki, bir bolani o'qishiga sarflangan, mana bir ilm istab yurgan bolaga bitta xurmo berishingiz, shu bir tog'dek oltiningiz bo'lsa, o'shani hammaga eson olib chiqqaningizdan savob ko'proq bo'ladi deb. Shuning uchun biz o'qishda talab qilguncha boyagilardan avval bir sharoitini ko'rish kerak. Sharoitlarni chiroyli qilib qoplab qo'yib, yordam qilib, hozir men ko'p tadbirkorlarga o'z shu paytgacha ham buni targ'ib kelganmiz. Undan keyin ham shuni mahkam turamizki, atrofingizdagi istalgan o'quv markaziga boring, istalgan maktabga boring, istalgan ilm olib turgan bolalarni bir holiga qarangki, albatta u yerda qiynalib turgan, tekinga o'qiyotgan yoki ehtiyojmand bo'lib turgan, pulini to'lolmayotgan, biz o'zimiz diplomatiyada ham kontrakt to'lolmay Rossiyaga ishlashga ketganlar bo'lgandi-da. Tushunasizmi? Kontrakt to'lolmasdan hayotini to'liq boshqa tomonga burib yuborishga tayyor bo'lib turgan odamlar bor. O'qishdan voz kechib, shuncha yil o'qigan, karyerasidan voz kechib ketayotgan odamlar borki, ehtimol ular sizni kutayotgandir. Ular o'zini qahramonni kutyapti. Shunchaki kecha o'zi psixolog bilan sharlar aytib berdik-ku. Ko'pchilikning baxti bizning qo'limizda bo'lar ekanda, kaliti. Uni kalitini shundoq berib yo eshigini ochib berishimiz bilan bizning baxtimiz kaliti boshqa bir tomondan kelib eshiklarimiz ochilib ketadi. Shularni muhtoj odamlarning duosiga ko'proq haris bo'lishimiz kerak deb aytaman. Rahmat.